Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana ruchная seilka, qo'l seilkasi 18S. O'ta mustahkam tishlari bor. Mustahkam plastikdan yasalgan. Hozir Nurulla ikkalamiz obzor qilib beramiz sizlarga. Necha xil nasatkasi bor Nurulla? 13 xil nasatkasi. 13 xil. Nimalar eksanglar bo'ladi? Qaranglar mana makka jo'xori, yer yong'oq, loviya, no'xat, paxta, dalshi nima ekan bu yoqda? Garden debdi, gullar bo'lsa kerak bu. Kungaboqar, sabzavot ekinlari, qovun и sesam, qisqasi почти любой xil urug'da eksanglar bo'ladi bunda. 3 xil mana tishlar bilan ishlatgan holda 3 xil chuqurlikda sayozlatsanglar bo'ladi. O'zida mana yashilini olib qo'ysak bitta chuqurlik bo'ladi. Yashilini qo'ysak ikkita chuqurlik, bunisini qo'ysak mana 3 ta chuqurlik bo'ladi. Bu urug'ga moslab qanaqa chuqurlik kerak? Anaqa tushish chuqurligiga qarab bu chuqurligini rostlasak bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bizda 5 ta komplekt nima bu? 5 ta komplekt bu oraliq masofasini rostlashimiz mumkin. Qaysidir urug'larni turidan kelib chiqib urug' oralig'ini rostlashimiz mumkin yoki egatlariga qarab. Bunga qarab mana 9 xil pozitsiyada, mana 9 xil pozitsiya, mana qaranglar. Kengaytirishimiz mumkin yoki toraytirishimiz mumkin. Zash 5 ta tishlik 30 cm, 7 ta tishlik 22 cm, 9 ta tishlik qilish mumkin 17 cm, 12 ta tishlik populyar haligi 12 hash sotamiz-ku. Значит, bu 13 santimetrdan bo'ladi. 18 ta tishligi 8,5 santimetr. Dalshi bu yoqda 6 ta tishlik 22,5, 8 ta tishlik значит 19, 10 ta tishlik 15, 14 ta tishligi 11 santimetr. To есть kimga qanaqa masofa kerak bo'lsa, bemalol rostlash mumkin. Dehqonga rosa qulayda No'man aka bu. Oraliq masofalarini men rostlab, xohlasak makka jo'xorini, misol 70 lagatga ekadi, kimdir 90 lagatga, kimdir 60 lagatga ekadi. O'shanga qarab gektariga misol 75 ming, 80 ming yoki 90 ming dona urug' qoldirish kerak. O'shanga moslab bemalol oraliq masofasini rostlasak, o'sha bozordan olib kelgan urug'i bemalol yetkaza olamiz o'sha gektariga. Eng asosiysi aniq joyda tashab beradi. Joyiga tashab beradi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, adashmanglar, seilka olganda Z kompaniyasi eng zo'r seilkalarni olib keladi. Bu necha yildan beri kuzatib borsanglar kerak bizlarni. Podpiska qilishni unutmanglar. Shaqillayapti mana, chotki. Bilinyapti baquvvatligi. 307 kilolik bunker. Bu endi urug'i yirik maydaligiga qarab 5 kilogacha ketadi. Bemalol. Mana yerda qanaqadir zapchastlarini ko'rdim. Bular nimasi ekan? Bu urug'i bitta-bittalab o'tkazish uchun mana qo'shimcha tillari mavjud. Mana ikkita tilli mavjud. Bu endi mana yerda bizga kerak bo'ladi, misol mana bu yerga prujinalari, qo'shimcha prujinlar. Запасной, Qo'shimcha prujinalari bilan. Standart 18 ta tish, eng kamayganida 5 ta tishgacha kamaytirsak bo'lar ekan-a? 5 ta tishgacha 30 santimetrda ekib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. 18S deyiladi bu modelimiz. Hozirgi kunda eng baquvvat, eng krutoy desam bo'ladi. Ommabop seilka. Baraka topinglar, rahmat Nurulla. Dehqonlarga juda qulay. Endi keling, mana shuni bitta nasatkasini almashtirib ko'raylik. Shunday maxsus joyi bor o'zi. Menimcha buni dehqonlarimiz ham amallasa kerak, unaqa sложный bo'lmasa kerak. Yo'q, ancha qulay bu, qarang. Bu yerda bu ingichkalari bor mana. Bu qalin, bu qalin, bu ingichka. Mana yerda yana qo'yiladigani borda, agar qalin nasatkani qo'yadigan bo'lsak, qalin nasatkani qo'yadigan. Bu narsani qo'ymaymiz. O'zini qo'yamiz mana. Shu o'zini tushiramiz.